Mijozlar nega qayta kelmaydi? Ko'pchilik tadbirkorlar mijozni jalb qilishga e'tibor beradi va reklama haqida o'ylaydi va yangi mijozlarni jalb qilishga harakat qiladi. Lekin eski mijoz bilan ishlash haqida o'ylamaydi. Birinchi sotuv bu sizning marketingingiz. Takroriy sotuv bu sizning tizimingiz. Yaqinda bir tadbirkor menga aytayapti-da, Ro'shan aka, mana biz reklama haqida ko'p o'ylaymiz, ko'p reklama beramiz. Mijozlar keladi deydi. Bizdan sotib oladi. Keyin qayta kelmaydi deyman. Men savol berdimda, siz bular bilan qanday ishlayapsiz? Qayta kelish uchun. Bazanglar bormi? Yo'q. Telefonlarni olmayapsizlarmi? Yo'q dedi. Ularga qo'ng'iroq qilib xabar olyapsizlarmi? Yo'q. Tug'ilgan kun bilan tabriklayapsizlarmi? Yo'q. Demak, siz mijozni esdan chiqarib yubordingiz-ku. E'tibor bering, mana bizning magazinlarimizga kiring, korxonalarga kiring. Sizga bir marta bo'lsa ham qayta 48 soat ichida qo'ng'iroq qilishdimi? Aka, bizning xizmatimiz qanday bo'ldi? Kamchilik bo'lmadimi? Shikoyatlar yo'qmi deb xabar oldimi? Yo'q. Yo'q, to'g'rimi? 99.9% yo'q. Mijoz nimaga oldingizga yana qayta borish kerak? Mahsulotingiz uchunmi? Nima uchun? Narxi uchunmi? E'tibor yo'q, ko'ryapsizlar? Mana shunaqa e'tibor berish kerak. Mijoz bu bizni boqadigan odam. Doimiy sotuvlar, doimiy mijoz mustaqil biznes, stabil biznesning belgisidir. O'ylab ko'rsangiz, haqiqat juda sodda. Mana birinchi mijoz qanday kelishi mumkin? Tasodifan target qilganmisiz yoki reklamangizni ko'rganda keldi. Kelgandan keyin balki sotib oldi, sotolmadi. Sotolmasa ham telefonni olib qolganmisiz? Ko'pchilik olmaydi telefonlarni. Nimaga? Bu sotolmadi dedi. Yo'q, bu potensial mijoz. Potensial mijoz sotib olishi uchun 7 marta, 15 martagacha bu odam bilan muloqotda chiqish kerak, gaplashish kerak. Men aytaman, mijoz bu qiz bola. Qiz bolaga birdaniga borib o'ylamaysiz-ku. Albatta, birinchi navbatda tanishasiz, kino, kafe, gul olib berasiz, uchrashasiz, keyin qudalar boradi, keyin to'y bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Demak, mijoz qaytib kelishi bu jarayon, to'g'rimi? Siz bu yo'lga qo'yishingiz kerak. Buni ish bu. Bu bir kunlik ish emas, o'zi keladi deb o'ylamanglar. Siz bular bilan ishlashingiz kerak. Boya gapirganimdek, baza bo'lish kerak, qo'ng'iroqlar qilib turishinglar kerak, sovg'alar berishinglar kerak, bayramlar bilan tabriklab turishinglar kerak. O'shandagina bu tizim yo'lga qo'yganinglardan keyin albatta odamlar sizdan ketishni xohlamaydi. Mana yaqinda mana shunaqa voqea bo'ldi. Bolalarimiz tish doktoriga bordi. Tish doktoriga bordi. 2 kundan keyin qo'ng'iroq qilishyapti. Hol-ahvolingiz yaxshimi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? deb xabar olyapti. Men aytdim, "Молодец" dedim. 5 baho. Yaxshimi? Yaxshi. E'tibor ko'ryapsizlarmi? Mijozlar qaytib kelmasligining 5 ta sababi. Kelinglar ko'rib chiqaylik. Birinchi sabab, e'tibor birinchi marta ko'rsatiladi, keyin yo'qoladi. Mana masalan olaylik, siz mijozni jalb qildingiz. Unga reklama berdingiz, mijoz keldi. Sizga savolda bir marta bo'lsa ham mana shu mijozga yana qo'ng'iroq qilib, hol-ahvol so'radingizmi, yo'qmi? Jalb qilganingiz bu marketing. Lekin bu mijoz bilan ishlash, bu jarayonni yo'lga qo'yish kerak. Bu tizim, bu sistema. Mijoz birinchi marta sizni his qiladi. Ikkinchi marta sizni baholaydi. Agar mijozga e'tibor bo'lmasa, mijoz qaytib kelmaydi. Kamdan kam holatlarda mijoz qaytib kelishi mumkin. Ikkinchi sabab, tizim xatolarni yashiradi. Ularni hal qilmaydi. Mijozni yo'qotadigan eng xavfli narsa xatoni tan olmaslik. Mana masalan olaylik, bizda bar biznesimizda xato bo'ladi. Bo'ladi albatta. Qo'pollik bo'lishi mumkin yoki be'tibor bo'lishi mumkin. Keyin biz nima qilamiz? Masalan, biz o'sha sotuvchigami yoki o'sha bizga berayotgan mahsulotimi, magazin, kassirmi birasi e'tibor bersa, qo'pollik bilan bizga javob beradi. Noto'g'ri bu do'stlar. Agar mabodo siz biznesning egasi bo'lib turib, mijoz norozi bo'ladigan bo'lsa, albatta bu mijozdan so'rang, nima uchun? Qanaqa kamchilik bo'ldi? Agar sizlardan o'tgan bo'lsa, uzr so'rab, kerak bo'lsa unga bitta sovg'a qiling.
Bizda shunaqa holat bo'lgandi. Mijozni xafa qilishgan. Bolalar noto'g'ri gaplashganmi, e'tibor bermaganmi, mijoz xafa bo'lganda, keyin menga yozibdi bular. Yozgandan keyin men aytdim, nima gap desa, mana shunaqa gap. Ayb bizda unda ham ayb bor. Lekin men uzr so'radim. Men aytdim, uzr. Biz albatta bu odam bilan suhbat o'tkazamiz. Albatta biz qanaqa qarorlar qabul qilamiz. Sizga bizdan sovg'a. Bizni kamchiligimizni ko'rsatganingiz uchun sizga rahmat dedim. Hayron bo'ldi. Qarang, bu odam nima qilyapti? Bu odam sizni kamchiligingizni ko'rsatyapti. Kamdan kami bu. Bizga yordam beryapti. Shuning uchun siz bunga rahmat deyishingiz kerak. Albatta birisi sovg'a berishingiz kerak. Bu zo'r ish deydi do'stlar. Uchinchi sabab, xizmat jarayoni dildan emas. E'tibor beringlar, mana chet elga borgan bo'lsanglar. Mana biz Malayziyada ko'p yurganmiz, Turkiyada, boshqa davlatlarda, Yevropada ham magazin kirishingiz bilan sizga tabassum bilan qaraydi-da. Ilgari mana bir necha yil oldin tanish, qarindosh urug' emas, tanish, oshna og'ayni bo'lganmizmi, tanishganmizmi qayerdadir shunga o'xshab qaraydi-da. Hayron bo'lardim. Nima uchun biz shunaqa qilishimiz kerak? Chunki mijoz keldi. Bu odam kim? Bu pul olib keldi odam cho'ntagida. Pul olib keldi, pulni sizga bermoqchi. Og'ayni, men senga pul, menga mahsuloting ber deb. Siz buni qo'pol qabul qilyapsiz yoki kulmasdan, tabassumsiz. Mana Turkiyada elementar mana biz esdan chiqargan narsalarni bular har doim gapiradi. Xohlagan magazinga kirishingiz bilan kamdan kam bo'ladi bunaqa gapirmaydigan. Xush kelibsiz deydi. Biz ham tilimiz sinib qolmaydi-yu, xush kelibsiz desak. Ularda albatta javob xush bo'ldik deymiz. Marhaba, assalomu alaykum. Mana bizda chiroyli so'zlarimiz bor. Kelgan odamga assalomu alaykum, xush kelibsiz. Qo'lini assalomu alaykum aka. Tog'a, dada, assalomu alaykum, xush kelibsiz desa, xursand bo'lasiz, nastroyeniyingiz ko'tariladi. Albatta bir narsa olishga harakat qilasiz. Odam olmasdan uyaladi-da. Albatta bir narsa olib ketishingiz kerakga to'g'ri keladi. To'rtinchi sabab, mijoz bilan bir to'lqinda bo'lmoqlik. Mana bir marta biz sotdik, mijozga bu ketdi, biz esimizdan chiqardik. Albatta biz doimo mijoz bilan aloqada bo'lishimiz kerak. Doim mijoz bilan gaplashib turishimiz kerak. Xabar olib turishimiz kerak. Qanaqadir yangiliklar gruppaga qo'shib qo'ying. Gruppada Telegrammi yoki gruppangiz bo'lsa, xatlar yuboring. Yangi mahsulotlar haqida tanishtiring. Men aytdim, bu tug'ilgan kun bilan tabriklang. Balki buni oila a'zolarini ham telefonlarini olingda, ularning tug'ilgan kunlari bor. Mana biz Samarqandda supermarket bor. Amir Temur ko'chasida 4 etajli supermarket. Mijozlar kam. Endi sotuvchilar o'sha yerda ko'plar arendaga olgan, sekin-sekin ketishni boshlagan. Biznesning egasi xavotirlanib, o'g'liga aytgan, "Davay" degan, shunaqani chaqirgan, topgin deb chaqirishdi. Biz keldik, gaplashdik, narxni kelishdik. Men o'rganib chiqdim. O'rganib chiqqandan keyin qarasam, magazin zo'r qurilgan. 4 etaj. Polkalar, hamma narsa bor. Ko'plar arendaga olgan. Mijoz yo'q. Markaziy ko'cha. Nima qilish kerak? Biz e'tibor nimaga qaratdik? Men aytdim, pastda nima bor desam, bolalar uchun deydi. Qarasam, pullimi desam, ha pulli. Katta pishra xodasi bor ekan. Bu nima uchun desam, endi bitta bolalar tug'ilgan kuni u bu bo'lsa, mana shu yerda o'tirishim mumkin. Men aytdim, keling, mana bunday qilaylik dedim. E'lon beringlar. Payshanba kuni 10 dan 12 gacha bepul bolalarni olib kelinglar. Uchsin. Shunday qilib bolalarni olib kelishni boshladi odamlar, ota-ona. Bizda hamma narsa tekin bo'lganda yaxshi ko'ramiz-ku. Arzon bo'lganda, tekin bo'lganda, odamlar ko'p bolalar bilan. Men aytdim, telefonlarni olinglar dedim. Bolalarning telefonini olinglar, tug'ilgan kunini bilinglar dedim. Shunday qilib jurnal tez to'lishni boshladi. Undan keyin tug'ilgan kunidan oldin telefon qilishni boshladik. Telefon qilib, marhamat, bolalarni olib keling, sizlar uchun mana shu zal joyimiz bepul. Oshna og'aylar, do'stlar bilan kelinglar deb mana shu yerda mana 4 xohlagan narsangni olib kelinglar. Xohlasanglar, biz o'zimiz qilib beramiz. Bemalol bolalar bilan mana shu yerda bayram qilishsin. Lekin yonida trenajyorlar, har xil o'ynaydigan anaqalar. Bu pulli. Nima deb o'ylaysiz? Bolalar mana shu yerda choy-poy ichib, anaqa qilgandan keyin, tort yegandan keyin o'ynashni xohlaydimi? Albatta.
Ota-ona pul beradimi? Albatta beradi. Mana sizga ketdi. Aha, yana chuqurroq anaqa qildik, qarorlar qabul qildik. Hatto bitta odam qo'yinglarda bolalarga qaraydigan bo'lsin. Bitta odam qo'ygandan keyin ota-ona bemalol tepaga chiqib, magazlar aylanishni boshladi. Shunday qilib mijozlar ko'paydi. 2 oy, 3 oy ishlaymiz degan bir oyning ichida bolalar, "O, aka, rahmat, bo'ldi, salomat bo'ling" deb shunday qilib yo'lga qo'ydik. 5. Xodimlar mijozni his qilmaydilar. Tizim zo'r bo'lsin. Hamma narsa yo'lga qo'yilgan bo'lsin. Mahsulot yaxshi bo'lsin, lekin xodiminglar mijozni his qilmaydigan bo'lsa, mijoz bilan tabassum, boya gapirganimdek, tabassum qilib, yaxshilab kutib olib mijozni, shirin so'zlar bilan ularga xayrlashish, takliflar qilish, ularni e'tiborini olish qilmaydigan bo'lsa, ishlamaydi. Shuning uchun birinchi navbatda tizimni yo'lga qo'ygandan keyin mijozlar bilan ishlanglar. Mijozlar bilan ishlanglar. Mana shu siz o'zingizni sotuvchilaringizni o'rgating. Qanday qilib mijozlar bilan ishlash kerak? Skript yozib beringlar. Skript yozgandan keyin trenirovka qildiringlar. Albatta tabassum. Mana bizda shunaqa kursimizda dars bor edi, tabassum. 200 ta tabassum. Kun davomida odam 200 ta tabassum qilish kerak. O'rgatinglar ishinglarni. Bu tabiiy bo'lsin. Tabassum bo'lsin har doim. Endi tushunib turibman, ko'plar aytishi mumkin. Tabassum qilgandan keyin odam noto'g'ri tushunadi-da. Endi ayollar tabassum qiladigan bo'lsa, normal holat. Bu sotuvchi. Sotuvchi bo'lgandan keyin albatta tabassum bilan kutib olgandan keyin mijozni gaplashishi, skriptlarini tayyorlaganinglardan keyin o'sha mijozga e'tibor bergandan keyin mijoz albatta sizni oldingizga qaytib keladi. Endi xulosa qilaylik do'stlar. Mijozlar sizni unutmaydi. Siz uni unutdingiz. Siz mana shu sistemani, tizimni yo'lga qo'yganingiz, bu sizning madaniyatingiz, bu sizning tizimingiz, bu sizning daromadingiz. Mijoz bilan doimiy ish olib boringlar. Bir martalik sotuvni o'zi yetarli emas. Mustahkam qachon biznes bo'ladi? Qachonki doimiy mijozlar bo'ladigan bo'lsa, takroriy. Mana voronkani men chizib berganman-ku. Voronkaga biz jalb qilamiz. Odamlar keladi, biz ular bilan gaplashamiz, sotamiz. Sotgandan keyin takroriy sotuvlarni amalga oshirishimiz kerak. Tranzaksiyalar. Albatta tranzaksiya, koeffitsient tranzaksiya deyiladi. Shu narsaga e'tibor beringlar. Agar sizda ham shu holat bo'layotgan bo'lsa, mijoz bir marta kelib, qayta kelmayotgan bo'lsa, bu sizga signal. Tizimni yo'lga qo'ying. Agar sizga bizning maslahatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, individual ravishda men sizga tizimni yo'lga qo'yishga yordam bera olaman. Yodda tuting, odamlar mahsulot uchun emas, siz bilan bo'lgan holat uchun qaytadi. Qaytib kelayotgan mijoz sizning eng sokin, eng kuchli yutug'ingiz.